Assalomu alaykum. Bugun biz Apollo больницasiga tashrif buyurdik. Bugun sizga Apollo больницasi haqida ma'lumotlarni berib o'tamiz. Ulardagi shifokorlar, tekshiruv bo'limlari va bo'limlar haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz. Bu klinikamizni asosiy yo'liga hisoblanadi. Kirib kelishingizda chap qo'lda siz xalqaro bemorlarni registratsiya qilish bo'limiga o'tasiz. Shuningdek, VIP zonalarimiz ham tashkillashtirilgan. O'ng qo'limizda esa onkologiya, oftalmologiya yana boshqa bo'limlarni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda chet eldan tashrif buyurgan bemorlarimiz registratsiya qilinadi. Siz bu yerga tashrif buyursangiz, albatta shu bo'limga kelib, o'zingizni registratsiya qilishingiz kerak. Ko'rib turganingizdek, bu yerda barcha chet davlatdan tashrif buyurgan bemorlar registratsiyadan o'tkaziladi. Bu radiologiya bo'limi. Bu yerda siz PET-CT, MRT, MSKT, UZI shunga o'xshash tekshiruvlarni amalga oshirsangiz bo'ladi. Radiologiya bo'limiga kirishingiz bilan registratura hamda bemorlar kutish zalini ko'rishingiz mumkin. MRT bo'limiga ham tashrif buyurdik. Bu yerda barcha MRT tekshiruvlari amalga oshiriladi. Bo'limga kirishingiz bilan bemorlar uchun katta kutish zali hamda registraturani ko'rishingiz mumkin. Siz shifoxonada eng so'nggi texnologiyalarda ishlab chiqarilgan MRT hamda KT tekshiruv apparatlarini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda shifokorlarimiz KT hamda MRT javoblarini tahlil qilishyapti. Bu burchakda siz shifoxona hamda shifokorlarning unvonlari, sertifikatlarini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda PET-CT tekshiruvlari amalga oshiriladi. PET-CT odatda onkologiya, kardiologiya hamda neurologiyada qo'llaniladi. Shuningdek, shifoxonada eng oxirgi dizayndagi bemorlar palatalari mavjud. Ko'rishingiz mumkin, bu bemorlar mehmonlari uchun ajratilgan xona, barcha sharoitlar mavjud: televizor, kreslo, stol, stul, divan. Palatalarda qulay oshxona ham mavjud. U yerda rakvina, mikrovolnovka, gaz, suv, hamma sharoitlar bor. Bemorimiz uchun ajratilgan katta xona hamda zamonaviy kravatni ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari televizor, divan, kreslo, konditsioner, barcha sharoitlar mavjud. Apollo Children's bolalar uchun mo'ljallangan bo'lim. Ya'ni bu yerda barcha kerakli tibbiy xizmatlarni, kasalliklar diagnostikasi, davolash, profilaktik xizmatlar taqdim etiladi.